Juda ham yoqadi, chunki buni bitta zo'r ustunligi bor. Buni maydalab xohlagan hajmda qilib olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun bolg'acha bilan urib. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan qisqacha keramzit haqida gaplashamiz. Bahorda juda ham kerak bo'ladigan narsa. O'zi keramzit haqida ko'p savol berishadi. Nima uchun kerak, qancha solish kerak, qaysi hajmini ishlatish kerak. Bugun sizlarga qisqacha shu haqida gapirib beraman. O'zi keramzitni asosan drenaj uchun ishlatishadi. Drenaj bu tuyaga tuproqdan oldin solinadigan narsa. Birinchi drenaj solib, keyin tuproq solinadi. Drenaj solishdan maqsad drenaj solingan tuproq tezroq quriydi. Tuproqda havo yaxshi aylanadi va tuproqda suv turib qolmaydi. Eng asosiysi shu. Sug'orishlar ancha oson bo'ladi va sug'orishda xatoliklar kamroq bo'ladi. Misol uchun drenaj uchun sizlar po'ki ishlatsanglar bo'ladi. Tosh ishlatsanglar bo'ladi, yong'oqni po'stlog'ini ishlatsanglar bo'ladi, qobig'ini yoki misol uchun mana eng zo'ri, eng ommabop bu keramzit. Keramzitning ustun tomoni keramzit juda ham yengil narsa va ekologik toza narsa. O'simlikning ildiziga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi. Keramzit bu pishgan loy bo'laklari, shu loydan qilinadi. Do'stlar, birinchi bo'lib sizlar bilan keramzitni drenaj sifatida ishlatish haqida gaplashamiz. Keyin men sizlarga videoning oxirida mayda keramzitni bitta zo'r ishlatish yo'li haqida shu xonagullar uchun gapirib beraman. Bu juda ham muhim. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'tgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. O'zi to'yini tagiga drenaj solish shart degan qoida yo'q. Solsa ham bo'ladi, solmasa ham bo'ladi. Kimdir soladi, kimdir solmaydi. Lekin sizlarda xonagullarni sug'orishda xatoliklar ko'p bo'lsa, ko'p sug'orish odatinglar bo'lsa, sizlarga drenaj juda ham muhim narsa. Chunki drenajning asosiy maqsadi tuproqdagi ortiqcha suvni tezroq chiqarib yuborish va shu orqali tuproqni tezroq quritish. Shunda sizlarda ildiz kasalliklari, ildiz chirishlari kamroq bo'ladi. Lekin drenajni to'g'ri ishlatishning ikkita asosiy qoidasi bor. Birinchidan, har doim harakat qilinglar, to'yini tagidagi teshiqlari ko'proq bo'lsin va zavodskoy teshiqlari ochiq bo'lsin. Bir xil to'ylarda zavodskoy teshiqlar yopiq bo'ladi. Mana bunda misol uchun ochiq bo'lsa, bunisida mana yopiq. Shularni albatta ochib chiqish kerak, chunki bir xillar bilmasdan yoki ko'rmasdan ekib yuboradi va bu chirishga olib keladi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Ikkinchi qoida, drenajni nomiga solmanglar, ko'proq solinglar. Po'ka solasizlarmi, tosh solasizlarmi, keramzit solasizlarmi, ko'proq solinglar. Bir xillar 4 ta 5 ta solib qo'yishadi. Bu juda ham katta xato. Drenaj kamida tegini to'ldirish kerak, tegi ko'rinmasligi kerak. O'zi o'simlikni to'yini katta kichikligiga qarab drenajni 1 sm dan 5 sm gacha qoplaydigan bo'ladi. Eng asosiysi aytganimdek, to'yini tegi ko'rinmasligi kerak. O'shanda suv zo'r chiqib ketadi. Mana taxminan shuncha solsanglar bo'ladi. Do'stlar, to'yini katta kichikligiga qarab drenaj hajmini tanlaysizlar, keramzitning hajmini tanlaysizlar. Misol uchun to'y katta bo'ladigan bo'lsa, katta keramzit ishlatsanglar ham bo'ladi. Agar to'y kichikroq bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha keramzitni ishlatsanglar bo'ladi. Lekin menga katta keramzit juda ham yoqadi, chunki buni bitta zo'r ustunligi bor. Buni maydalab xohlagan hajmda qilib olsanglar ham bo'ladi. Misol uchun bolg'acha bilan urib yoki juda ham mayda yoki o'rtacha qilib olsanglar ham bo'ladi. Maydalash juda ham oson. Mayda keramzitni drenaj uchun ishlatib bo'lmaydi, lekin buni bitta zo'r ishlatadigan joy bor. Videoning oxirida masalaga bu haqida gapirib beraman. Juda ham muhim mavzu. Eng asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, drenaj zo'r ishlashi uchun albatta to'yini teshiqlari ochiq bo'lsin, ko'proq bo'lsin va drenajni qalinroq solinglar. Yana bitta ko'p berishadigan savol, lekin bu savolga javob berish juda ham qiyin. Drenaj uchun po'ka zo'rmi yoki keramzit zo'rmi? Menga misol uchun ko'proq keramzit yoqadi, chunki men buni ekologik toza narsa deb hisoblayman. Po'ka ham ekologik toza desa bo'ladi, lekin ko'pchilik uni ximiya deydi, ildizga yomon ta'siri bor deyshadi. Men o'zim buni tajribamda ko'rmaganman, o'zim ham ishlatganman, lekin yomon tomonini ko'rmaganman. Lekin shunaqa deyshadi, ya'ni bilmadim. Ko'pchilik ishlatadi, ishlatganlar albatta kommentariyaga yozinglar va menimcha hech kimda yomon zarari bo'lmagan. Lekin menga baribir ko'proq keramzit yoqadi, chunki men buni ekologik toza deb hisoblayman. Buni qayta ishlatib tursanglar ham bo'ladi va bu ildizga hech qanaqa zarar qilmaydi va juda ham yengil narsa. Do'stlar, o'zi bu video reklama emas, lekin o'zimga yoqqani uchun sizlarga ham aytib ketmoqchiman. Bu keramzitlar Pyotr Plexanov mahsulotlari, uzun marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Shu 3 xil hajmdagi keramzit bor, yirigi, o'rtanchasi va maydasi. Mana shunaqa qadoqda bo'ladi. Agar xohlasanglar, qadoqlari ham xilma-xil. Misol uchun bundan ancha kichkinasi ham bor, bundan ancha kattarog'i ham bor. Agar sizlarga ko'proq keramzit kerak bo'ladigan bo'lsa, katta qadoq olsanglar, sizlarga ancha arzonga tushadi. O'zi do'stlar, bu oy Pyotr Plexanov hamma mahsulotlariga sekin-sekin skidkalar bo'ladi. Hozir ham skidkalar boshlangan, juda ham zo'r skidkalar.
Shuning uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lsanglar, skidkalarning vaqti bilan, narxlari bilan har doim xabardor bo'lasizlar. Birinchi izohda bizning Telegram kanalimiz har doim turadi. Endi videoning oxirida men sizlarga mayda keramzit haqida gapirib bermoqchi edim. Mayda keramzitni sizlar tuproqga qo'shimcha sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu juda ham tuproqga zo'r qo'shimcha bo'ladi. Hamma xonagullarga ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun 10 ta kosa tuproqga bitta kosa shu keramzitni maydasini solsanglar, tuproqingiz juda ham yengil bo'ladi. Tuproq hech qachon qotib qolmaydi, har doim yumshoq turadi va tuproqda havo aylanishi juda ham zo'r bo'ladi. Misol uchun aglonemaga 10 ta kosaga bitta kosa soladigan bo'lsanglar, kaktus va sukulentlar uchun ko'proq solasizlar. Kaktus va sukulentlar uchun bu juda ham muhim narsa. Shu mayda toshni o'rniga mayda keramzitni qum bilan birga solasizlar. O'zi xudo xolasa keyingi videoda shu sensiveriyani tuprog'ini almashtiramiz, ikkiga bo'lamiz va shunda men sizlarga bu haqida batafsilroq gapirib beraman. Lekin mayda keramzitni har qanaqa xonagullar uchun, har qanaqa hovli o'simliklari uchun, tuproq uchun ishlatsanglar ham bo'ladi, juda ham zo'r natija beradi. Eng asosiysi tuproq hech qachon qotib qolmaydi va tuproqda havo aylanishi juda ham zo'r bo'ladi.